Kichkina shahar ikkinchi qismini olamiz. Mana endi bizda 1,5 million bor. Mana katta zdaniya olamiz. Mana shu yoqqa qo'yamiz. Yes do'stlar, 3-level bo'ldik. Endi 3-levelda bizga nimalar ochildi? Shularni ko'ramiz hozir. O'zbekistonning anaqasi, bayrog'i. Mana xo'sh. Bizda yana nimalar ochildi? Futbolni polga qo'yamiz. Mana yoqqa ham futbolni polga qo'yamiz bitta. Xo'sh. Bannitsa qo'yamiz. Mana bannitsa. Xo'sh. Ostanovka qo'yamiz. Ostanovka avtobus. Mana yoqqa ham ostanovka qo'yamiz. Avtobus ostanovkasi. Nayotmikin? Robux ekan. Yo, almaski ekan do'stlar. Mo'yay qo'ysam bo'larkan hozir mana yoqqa bitta. Mana mo'yay qo'ydim do'stlar. Qarang, shaharimiz qanaqa chiroyli bo'lganini, kattaligini qarang. Pul ishlanmayapti. O'shanga amali. Ana transport qo'shamiz. Indishka mana sotadi. Indishkali mashina ham bor endi. Xo'sh, bizda ham bor. Sotib olamiz. Yo'q, 10 million bo'ldi. Mana biz hayvon sotib oldik hozir. Ayollarni sotib olamiz do'stlar. Mana ham yo'q bizaniki endi. Endi yo'l qo'yamiz. Yangi yo'l chiqdi. Ya, demak buni unaqasidan qo'ysa bo'lmasa-da. Demak buni mana qo'yib turib. Ya, demak buni ham to'sa bo'lmaysa ekan. Endi mana shu yerdan. Qo'yamiz. Mana shu qaylish bilan. Ana. Mana ketadi. Hozir futbolni polga quramiz mana shu yoqqa yana. Do'stlar. Yangi futbolchilar mashq qilish uchun videom uncha kam qolib ketdi desanglar endi uzr. O'shanga mana bo'ldi-da endi. Ancha narsalar bo'ldi-da. Bak futbolni polga qayoqda edi endi. Hamyodamda mana shu deydi bo'ldi. Yo'q, fabrikalar kerak emas. Futbolni polga kerak bizga. Futbolni polga hamyodam. Mana bitta futbolni polga. Ikkinchisi
Beşinchisi. Altinchisi. Yettinchisi. Mana shu yerda bizning futbolistlarimiz mashq qilishadi mana. Endi bu yoqda kichkina yo'l olib borish kerak. Ana yo'ldan kirar ekan. Do'stlar. O'sha mashinani bostirib yo'qolamiz. Yo'q. Mana bostirib. Mana qo'yamiz. Ana endi zo'r bo'ldi do'stlar. Mana. Shuncha narsalar bo'ldi. Bo'ldi, hozir ishxona quramiz. Ishxona bormi? Маленький ofis quramiz. Маленький emas-ku. Gigant ofis. Nimadir keldi. Перевернуть. Mana shunday turadi. Tamam. Mana bitta ofis qurdik. Endi shaharga biz fabrika olib kelamiz. Mana shu yerda bitta fabrika. Mana shu yerda bitta fabrika qo'yamiz. Bo'ldi mana. Endi çok bilmeyim qoldi. Zapravka kerak. Zapravka. Yes. Zapravka bor endi bizda. Qaralar, karusel. Mebellarniki. Торговый центр. McDonald's bor ekan bu yerda do'stlar. McDonald's. Do'stlar, mana bizda McDonald's bor endi. Mana Muayyin anaqasi bor. Mana buni. Bunikini, kattaligini, shaharni. Voy shaharni do'stlar. Shaharning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Shahar shunaqasidan ham katta bo'ladimi? Zo'r. Zo'r do'stlar. Hali meniki unaqaga ham yaqin emas. Tornado kelyapti. Bizaniki emasmikan faqat. Yurayotgan bo'lsa yomon bo'ladi bizga. Yo'q, joyda turar ekan. Yo'q, oyoq ketyapti e'tiborsiz. Ichga ham kiramiz. Suvdan yurar. Do'stlar. Ana kichkinalarga o'xshab yuramiz endi ozgina. Bizda ancha kichkina-ku bular. Men ham shunaqasan kichkina bo'lib olamiz hozir. Ana. Biz ham ularga o'xshab yashab ko'ramiz. Zapravka bor mana yerda, mashina zapravkasi, McDonald's bor. Futbolni polyalar bor.
Ofislar bor. Ofisga faqat kirib ketolmayman. Oppoq ekan. Chopmamni ham choppa bo'lishi kerak edi do'stlar. Yo'q, joy bor ekan ichida. Ana, voy ana. Balanchada. Demak, bu yoqqa chiqsa bo'lmas ekan. Mana futbolni poli. Qani odam bilan bitta bu o'lchashlicha.